Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 27-may, xudo xolasa, navbatdagi 3 ko'ch do'konimiz Ishtixon tumaniga 8-martga taxlab berdik, xudo xolasa. 3 tomonda ham fortishka bor, 3 tomonda ham. Bu pavilonga mo'ljallangan, xudo xolasa. Mana podogonilarni ham qo'yib berdik. 3 tomonga ham mana juda ham baquvvat. Osilsa ham qo'parilib ketmaydigan. Mana fortishkasi, mana ichlaridan ham olaman. Xullas juda ham idealniy chiqdi do'koncha. O'ylaganimizdan ham chiroyliroq chiqdi. Tepalar mana stiklovata, mana sheperteda ko'rinib turibdi. Xo'p, ichlari mana juda ham keng bo'ldi. 3 ko'ch bo'lishiga qaramay, juda ham keng. Bu morozilik olib kirishga ham qulay, ikkita nimali, 2 tabaqali eshik. Mana kimga shunaqa do'konlarga bemalol aloqa qilib kelishtirib chiroyli narxlarda qilyapmiz. Mana fortishka.